Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan siklamen gulining parvarishi haqida batafsil gaplashamiz. Bu gulning asosan ikkita nomi bor: siklamen persidesskiy va siklamen purpurniy deb ham ataladigan nomlari bor. Uy sharoitida asosan mana shu ikkita turi o'stiriladi. Ular o'ziga yarasha farqlanadi, ya'ni persidesskiy turi kech kuzdan to erta bahorgacha gullasa, yozning jaziramasida uyquda bo'ladi. Purpurniy turi esa yoz-kuzda gullasa, qishda dam oladi. Hozirgi kunda xonadonlarimizda aynan siklamen persidesskiy turi ko'p uchraydi. Bu gulga uy sharoitida ertalabki biroz tushib o'tadigan quyosh va juda yorug' joy zarur hisoblanadi. Bahor kelib quyosh nuri kuygach, yorug'likning o'zi yetarli bo'ladi. O'sish va gullash davri qish oylariga to'g'ri kelgani uchun 12-20 gradusda yaxshi o'sadi. Lekin uydagi issiq haroratga o'ta ta'sirchan gul hisoblanadi. O'ta issiq va quruq havoli xonada sog'lom va chiroyli o'sishni amri mahol, chunki xona harorati birozgina quruq emas, o'rtacha haroratda va qulay sharoitda parvarish qilsa juda ham yaxshi hisoblanadi. Bu gulimizni asosan suv me'yorida beriladi. Ortiqcha suv va ortiqcha chanqatish ham mumkin emas. Yodingizda bo'lsin, siklamen har doim likopchasidan sug'oriladi. Suvni butunligicha shimib olsa, tuproq usti quruqligicha qolishi kerak bo'ladi. Ustidan sug'orish nihoyatda xavfli hisoblanadi. Tabiiy ravishda dam olishni boshlayotgan bo'lsa, barg sarg'ayishi, gulni kamayishi, suv ham asta-sekinlik bilan kamaytirib boriladi. Umuman oziqlantirilmaydi. Bu jarayon asosan aprel oyida boshlanib, may oyigacha davom etishi mumkin. Ikki xil usulda saqlanadi. Tuvak zax salqin va o'ta qorong'u joyda to'mparilgan holatda joylanadi. Harorat 12 gradusda bo'lishi kerak. Orada tuproqni namlash tavsiya etiladi, lekin o'ta ehtiyotkorlik bilan talab qilinadi. Sababi tuproq quruqlashib ketsa, siklamen klubini qurishib nobud bo'lishi ham mumkin. Aksincha, tuproqdagi ortiqcha namlik oshib ketsa, gulni irib qolishiga ham olib kelishi mumkin. Agar bu jarayon biroz qiyin tuyulsa, ikkinchi usuldan foydalansa bo'ladi. To'liq damga ketgan siklamen tuvakdan olinadi, och pushti rangdagi margansovka bilan strellanib paketga o'raladi va muzlatgichning eng pastki meva sabzavotlar turadigan joy qismiga joylantiradi. Dam olish davri sentyabr oyigacha davom etadi. Asosiy talab gulning qutichasi to'lqonligi ochilib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak bo'ladi. Aks holda quticha ochilib ketsa, urug'lar har yonga sochilib ketishi mumkin. Ozgina bo'lsa-da yorilish bo'lsa ham darrov quruq salfetkaga o'rab qo'ying va to'liq urug' pishishini kuting. Quticha to'liq ochilgach, urug' ekish jarayonini boshlasa ham bo'ladi. Ekiladigan tuproq tarkibi torf, qum, xazon aralashmasi duxovkada sterilizatsiya qilinadi. Zamburug' rivojlanmasligi uchun va 10 soat epen aralashtirilgan suvda urug'lar namlantirilib, so'ng ekiladi. Ustiga 1 sm dan tuproq solinadi, teplechka holati yaratiladi. Tuproq ham nam holatda bo'lishiga ahamiyat bering, lekin ho'l emas. 18 gradusda saqlanadi. O'ta issiq harorat urug'larni unib chiqmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Umumiy unib chiqish jarayoni 6 oygacha davom etadi. 2 oylik urug'lar tuproq quruqlashayotganini sezsangiz, pulverizator yordamida suv purkashni aslo unutmang. 4 oylik siklamenda esa tuproq namligiga e'tiborli bo'ling. Bu paytga kelib teplechka holatidan chiqariladi. 6 oylik siklamen bo'lgach esa shu 6 oy davomida umuman oziqlantirilmaydi, faqat oddiy mayin suv bilan sprey qilib turiladi. Aynan shu yoshga yetgach, o'ta ehtiyotkorlik bilan alohida kichik tuvakka o'tkazish jarayonini boshlab, mineral oziqa bilan oziqlantirib tursangiz bo'ladi. Siklamen gulingiz 9 oylik bo'lgach esa mustaqil va anchagina klubini yiriklashib hisoblanadi, lekin kichik siklamenlarda pakoy davri bo'lmaydi. Shu yoshgacha yetgach fosforli oziqa berishni boshlasangiz ham bo'ladi. Siklamen gulingiz 1 yoshli bo'lganida esa 1 yoshli siklamen gullash arafasida bo'ladi. Hamisha yodingizda tuting, urug'idan ko'paytirishda siklamen uchun harorat muhim hisoblanadi. Issiq va quruq havoda ehtiyot qilish kerak bo'ladi.
Urug'idan ko'paytirayotgan siklamenning asosiy yetilib gullash davrigacha bo'lgan muddat pashti deyarli 1 yilni, ya'ni 12 oyni tashkil etadi. Deyarli 9 oylikdan boshlab siklamen gullari gullashni boshlaydi. Agarda oziqadan yetarli moddalarni yetishtira olmasa, o'ziga yoki parvarishga ham bog'liq. Har qanday holatda ham parvarishi yaxshi yoki o'rtacha bo'lgan holatda ham siklamen gullari o'rtacha me'yorda 1 yoshga kirganda gullashni boshlaydi va ularning gullab turish davri ancha vaqtni davom etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.